Assalomu alaykum Oybeguz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari, mana bunday xunojin ishqibozlari akalar. Oybekjon faqat buqa chiqazaverasiz. Xunojinni ham yaxshisini chiqazing biz xunojin ishqibozimiz degan akalar uchun. Akalar hafta kuniga 2-iyun dushanba barchamizga dushanbani kechki dasturlari muborak bo'lsin deb boshlaymiz akalar. Xudo xolasa mana bunday Eston ishqibozlariga orqa boshi velikan variantlardan kelib, xudo xolasa oyoq qo'li sihat salomatligi yaxshi deyishyapti. Bir boshdan birgalikda akalar garantiyalarni olib boramiz. O'tkazmasdan ko'ringlar. Mana bunda siz izlagan to'pponcha variantlari ham bor. Mana buzayni ko'ringlar akalar. Nima deyapti? Xudo xolasa har doim aytaman akalar, juda ham arzoniga qiziqib bormanglar. Sifatli mana shunaqa kichik bo'lsa ham oyoq qo'li bo'ladigan orqa bosh keng-kengini olinglar. Xudo xolasa omoq sotmoq bor degan joyga uyaltirmaydi. Akalar unda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idamiz. Nurmuhammad akamning xonadonlaridamiz. Akam bilan sekin suhbatlashib ishlarni bilaylik. Qanchadan qo'yarkanlar? Assalomu alaykum. Aka, sog'lig'ingiz joyidami? Nima gap, charchab qolibsiz shekilli, ovozingiz ham ertalabga o'xshab chiqmayapti. Ha, endi nima deysiz bular? Aka, sizmisiz? Aka, sog'lig'ingiz joyidami? Qalaysiz? Xo'p, aka, bunday nech bosh qo'yamiz? Oybekjon, Xudo xolasa bu yerda 6-8 ta molimiz bor. Xo'p, 8 bosh mol bor. Xudo xolasa. Hop. Davomochi ikkinchi partiya bo'ladi. Bo'ladi, Xudo xolasa. Yirik akalar ikkinchi partiya bo'ladi deyapti. Nisbatan yirikroq variantlar so'ragan akalarga yirikroq variantlari bo'ladi. Mana bunday sog'imi uzun variantlar bo'ladi akalar. O'tkazmasdan ko'rasizlar. Nurmuhammad aka video boshida ham olishdan oldin ham aytdim, yana aytay, haligi bo'lmaydigan narx qo'ymang aka, haligi 10 million endi hamma narsa degani mali 15 million unaqa yo'q narsa qo'ymang. Dangal bo'ladiganini qo'ying. Akalar telefon qilib savdoni qilishsin. Bo'laveradimi? Kelishaveramizmi? O'tkazib baram Oybekjon, Xudo xolasa hammamizga bol yetmay qoldi, to'g'risi. Bozordan arzonlagan rahmat aytishdi, Xudo xolasa. Bugun undan arzon qilamiz, Xudo xolasa. Joningiz sog' bo'lsin. Mana bunday akalar orqa boshi keng, buni o'ta zo'r ekan. Bo'ldi aka, unda boshladik. Nechtasini bitta qo'yamiz, qanday qo'yamiz? Ikkalasini bitta qo'yaylik Oybekjon. Aka, yedishtisi-chi? Shu bugungacha. Kafolati bor. Xudo xolasa bir hafta inshaalloh. Akalar bir hafta kafolati bor deb aytishyapti. Bir haftacha yetishini sinab olishadi. Akalar molga yetib berasiz. Metr qo'yishmasa o'zimizga ham Oybekjon. Xudo xolasa mollar hamma yo'g'i. Sixlash narsasi yo'q, Xudo xolasa. joningiz sog' bo'lsin aka, joningiz sog' bo'lsin. Oybekjon, orasida bitta chiqarib ko'rsatib qo'yamiz obunachilarga. Bo'ldi aka. Bitta chiqaramiz, ana shu uchalasi birdayda hammasi. Aha. Jonivorlar old qismlariga e'tibor beringlar. Akalar ba'zi bir insonlar bor. Aka shuni molni shuni yaqinroq olib kelinglarmi? Haligi uka, haligi terisini ham ushlab ko'rsating deb. Mana terisini ko'ringlar. Hali endi bilmadim, talab bo'lyapti akalar, biz aytib ko'rsyapmiz. Mana yemlaydigan insonlarga badanlari ham yumshoq variant, haligi badan qotib qolgan yo tulamay qolgan qandaydir holatda emas ekan. Molni o'zi yaltirab turibdi. Tanigan bilgan odamga molni maqtash shart emas. Mol o'zini o'zi maqtaydigan holatda. Nurmuhammad aka, bo'y basti qanday ekan? Nechtasini bitta aytasiz? Yo yakka ekan? 2 dan ekan. Nechtasi 1-2 dan? Mana shu 3 ta. Uchalasi. Uchalasi 1 plus, 1.5 ga yetmagan, 1.2 dan. 2 dan, 1 metrdan olib. 1 metrdan olaverar ekansizlar akalar. Oybekjon, uchalasi bitta aytaylik narxini, ha. Bo'ladigan qilib gapiring. Imkon qadar aka. 9,5 million yo'q deydigan, uni. Hop, yaxshi ketyapti. 200 mingdan bo'ladi, hayrisi o'tib beraman. Qancha kam bo'ladi aka? O'zim o'tib beraman. Yo, butun gapiring. Keling, qancha o'tib berasiz? 9 million 200 ming so'mdan sherlik kamini qilib beraman. Qancha? Kamini qilib beraman. Ha, bo'ldi gapiring. Ey, qadam chuchmali gapiryapsiz. Ya 9,5 emas, ya 9 emas. Deb bo'ladigan 9 milliondan uchalasini bir joyga bo'ladigan bo'lsa, 9 dan qancha o'tib berasiz? Gapiring. Shunisini gapiring. O'tib berish endi nima? Ya, butun gapiring aka, boshqa gapsiz yo'q. Yo'q, o'tkaz safardaqa shu balandlikka yo'q mollar lekin. Yo'q. Endi mol, hop, maqsad arzon olishmi YouTubedan, bozorga nisbatan 500 ming, 1 million arzon olishmi butun gapi. 9 ming so'mdan bo'ldi, uchalasi bir joyga bo'ldi. Ikkitasi plus minus bor lekin. Baragasini bersa. Yana kami bor akalar, aloqaga chiqinglar. Ozgina ko'ngillarga yo'l topsalaring, yana ozginadan kami bo'ladi akalar. Ikkalasini plus minusi bor lekin, ha molda. Akalar buni ikkitasida plus bor deyaptilar. O'z-o'zidan mononda minus bo'ladi, lekin bunisi ham akalar, ey, oyoq qo'lcha asli. Hammasidan oyoq qo'lcha mana shu ekan. E'tibor berayotgan bo'lsanglar. Yaxshi, Nurmuhammad aka, hop, endi nechtasini bitta qo'yamiz? Oybekjon, uchalasini bitta qo'yinglar. Hop, uchtasini
bitta qo'yar ekanmiz. Lekin mashlar ham orqa bosh konkret ekan akalar. Bosh qorasi bilan mana shuni ko'ring. Stoykasi ko'ring. Bunisini ham. Prosta mollar baylab turganning hisobiga turib berishni bilmayapti akalar. Mana Oybek. Tuzaydi Orasini ko'ringlar. bitta chiqarib ko'rsataman lekin. Mashallah. Endi akalar kim nima desa ham hali Alloh bergan bir ne'mat-da bular. Hali misol 1000 maqtab, 1000 yomonlagan bilan bir qanot chiqib, shoqi un qarchib ketmaydi. Lekin qotib qolgan mol emas. Eng qizig'i bu har dar yo'lda ekan. Har dar yo'lda kelyapti. Anjalo bu Alloh akalasizlar uchun ketyapti uni. Xudo xolasa. Akalar nima desak bo'ladi, ey. Ko'rib turibsizlar-ku o'zlaring. Badani qotib qolgan yo qotma bo'lib qolgan mol emas-da, mollar o'zi bilgan va qaragan tushunaveradi, ha deb. Xudo xolasa, uyoltirmaydigan narx qo'yib bersangiz bo'ldi aka, maqtaganga yarasha. Uchalasi 1 metrga olishaveradi, ha? Uchalasini 1 metrdan olinaveradi, hop. Uchalasi narxini Oybekjon 8,5 ga berishsin. Kamini qanchadan berishaking? Dangal shom bo'lyapti. Dangal gapiring. Bor mana 100 million cho'g'ga tashlab beraman, yengil baraka beraman, bor barak. Pul Uchalasi bo'lsa bir lekin joyga hayrisi o'tib beraman lekin chiroyli qilib. Uchalasini bir joyga lekin. Hop, men ham hop bo'pti narxni yomon qo'ymadingiz. Yana jicha-picha bo'ladi-da, savdolashib olishadi. Hop, men oshiq so'ramayman, hop. 84 dan bo'lyaptimi? 8 million 400 ming so'm uchalasini bir joyga aytyapman. Yengil baraka u. Tellab olishga nima bo'ladi? Allasi bittasiga plyus minus bo'ladi, ana shu. Buni ikki qoraga. Aka bunday gap. Siz ham mart yurasiz. Kelishishadi, piylisi bo'lmaydi. Baragasini bersin. Oybekjon, Piylisi bo'lmaydi. Endi siz ham bir yo'l yo'qsa aka 8 million 300 dan keyin yana pul so'rab qolaman. bor 8 million. Baragasini bersin akalar. Xudo xolasa bo'yini nechidan dedik Muxtor aka? 1 metr ekan, rovno. Akalar bo'ylari ravno 1 metrdan. 98 dan olasiz. 98 dan olaverasizlar. Akalar molni bilib turgan bo'lsalaring, mana borib turishni bilmayapti. Uyingizga borganda Xudo xolasa Arg'amcha tushmagan Oybekjon. o'ylaganingizdan ko'ra yaxshi effekt beradi. Nimaga desangiz ko'ring, mollar qiyshayib turishni bilmayapti. Yechgandan keyin mollar dikket kallasini ko'tarib boshqa narsa bo'lib qoladi. Tushungan odamga. Meni obunachilarning stoykasini turgan joyda ko'rib olishadi. Ko'ringlar Mana akalar. yangi uchastka bop mol mana. Bitta mol olaman, bitta mol pulim bor degan akalarga. Mana. Ko'ringlar akalar. Haligi gap o'rnida aytib ketay. Yangi uchastka bor desak, bittasi yangi uchastka nima deganda? Akalar, yangi ro'zg'or qilib chiqqan inson uy quradi, boshqa qiladi, nisbatan puli ozroq bo'ladi, yengilroq variantda degani tushunmagan akalarimizga. Akalar, mana mol ko'ringlar turishini. Mana kalla oshlari hamma yo'q o'ziga yarasha. Nurmuhammad aka bo'yi qancha chiqdi aka buni? Bo'yni o'lchab bering. Voy jonivor, mana badanni ko'ryapsizlarmi buni? Mana salga tortilyapti. Oybekjon mana ko'ryapman. Mana akalar, konkretni bo'yi mana. Necha Muxtor aka? 96 ekan. 96, 95 ga oldi. 95 ga olsin. Gapiring gap pulida deydi-yu. Oybekjon men 8 million demayman. Ha. Ha? Ha, yaxshi ketyapsiz. Keling. Bitta gapiraman so'ramaysiz, ha? So'rayman. Yo'q, So'ramasangiz so'ramaydigan ishni. Unda 8 million demas. Hop, gapiring. Mana 7 million 900 ming so'm bo'ldi, yengil baraka bor bor. Mana shu gavdangizga 100 mingmi, butun gap. Lekin so'ramaysiz, ha? Bitta gapiraman mana. Lo'z. Lekin 100 so'm aqam 7 million 800 ming bo'ldi bor. Baragasini bersin. Bo'larkan, shu gavdangizga 100 ming gapirsangiz, obunachilar ham. Ha, yana so'rash. Yo, aka bunday narsa. Anasi bilan shirinta Nurmuhammad aka Azrobayda qilasiz, lekin anasi bilan shirin. Akalar, hammasi mollar bozorgir. Bilayotgan bo'lsalar, ya'ni ichida bir bemaza rangi yo bir Bunaqasi yo'q Oybekjon, bunaqa. hani yurishida nuqsoni bor, dumisini anaqa mol yo'q-da. Akalar, xonadondan olinishdi, effektlari ko'p. Hali sekin onlayn savdoni o'zlaring o'zi tushunib bilib qoldilaring. Adresdan ko'r cho'loq mol bo'lmaydi. Yedishsa, yo endi adresdan mana xonadon ana shu 696 mashina turibdi shu akanikida. Qachon bo'lsa, qachon bo'lsa mana Bash akalar, mana yoshlik Qatag'on Mafaya, yoshlik ko'chasi 41-uy akalar. Ko'ryapsizlarmi? Har qachon bu akani topib olsa bo'laveradi. Hop, aka gapiring. Oybekjon bo'ylar 88 ekan, 85 ga beraylik. Jonivor, lekin mana shu mol menga yoqdi aka. Gapiring pulini. Pulini gapiring. Mol lekin o'ta to'pponchi narsa ekan. Pulini gapiring. Oybekjon sifati zo'ragan deyman menda buni, ha. Tabi sifat narsa bari hamma yerda pul deydi. Shunaqa, lekin haqiqatan sifatli narsa ekan, lekin siz ham endi sifatli narsa ekan deb haqini o'tkazib bermang.
7 milyon 500 ming bo'ldi bor ekan. Sizga. Obunachilaringizga bo'lyapti lekin o'zbekcha balaqas faqat menda Ha, bo'ladi. xo'p, meni obunachilarim sal tortishib oladi. 7 million 500 ming bo'lib baraka desa, hep ketavermaydi. O'zbekcha har safar 200 ming orqa tashlaysiz, bu bittasidan na so'ramang endi. Endi o'zlari ham so'rab olish ekan, bunigina ham el qatori hali qilman. Bo'ldi, o'sha 200 ming so'm so'radim yana. Bo'ldi. Bo'ldi mana 7 million. 100 ming bo'ldi baraka bo'ldi. Bo'ldi. Ya, Bonusi qal lekin bunisi. bo'pti, qarang, yana so'rab olishadi ozmoz. Lekin ustani sotib beradi men lekin. O mollar nan arzon qo'yapsan. Joni sog' bo'lsin aka. To'g'risiga. Xudo xolasa, ey. Sizdan kimdir baraka topsa, Baraka topadi. barakasi shonda bo'ladi. Mashmalni bozorga borsinlar, qiynalmay 7,5 millionga sotib oladi. Liboy odam. Bu odam qiynalmaydi. Qiynalmay sotib oladi. To'g'ri akalar. Ammo lekin shuninglar bozordan xudo xolasa arzon bo'ldi meni maslahatim. Mana jonivorni endi ko'ringlar akalar. Mana shoxchalarni ko'ringlar hali. Qattiq torsalarni ko'chib tushadigan holatda turibdi. Mol kundan kun o'zgaradi. O'g'ilcha nima qildi bo'shab qoldi. Bug'doylar o'riladi. Sharoit bo'lsa akalar tars. Oy jonivor. Ozgina mehnat qilinsa 2 oy tarbiya bilan ozmoz cho'ntagingizga foyda bo'lib qoladi deymizda. Akalar, videoroligimizni kuzatib turasizlar. Birinchi qismi hali konnes dedi, xudo xolasa, ikkinchisiga nisbatan yirikroq variantlar bo'ladi. Akalar, mana bu yoqda nisbatan yirik variantlari. Bir qator mollarni ko'rsatib o'taylik. Kafolati oldingi videodagi mollar bilan bir xil. Ko'ringlar, e'tibor beringlar. Mollarga nisbatan oyoqchan. Akalar, hozir bo'ylarini ham aytamiz, o'zlaring xudo xolasa bitada farqlab olasizlar. Bu yoqda yana o'sha Nurmuhammad ekan. Aka, O'zbekjon. nima gap? Yana bir bor assalomu alaykum obunachi. Bunday aka, bularga ham o'sha kafolat, o'sha kafolat. Shu O'zbekjon hammasi 7 ishchisi bizga tan bir hafta. Akalar, bitta maslahatimni olinglar, qaranglar. Mana molning orqasini ko'ryapsizlar, a? Endi bitta yelkasini ko'rsataman. Mo yelkalarga ko'ringlar. To'ringlar, ko'ringlar akalar. Mollarning yelkasi konkret ekan. Hop, bu mana shu ikkitasiniki akalar. Hop, mana yana ko'ringlar. Palasasi bor variantidan so'ragan akalarimiz bor. Mana ko'ringlar, mana yelka holatlarini. Endi mana akalar, mana ochiqni aytish kerak. Mono molga nisbatan mana ko'ringlar. Ozgina yelkasi ensizroq. Lekin narxida farqi bo'ladi. Bo'yiga lekin kelsa bor, hammasidan bo'yichani shu. Rangi boshi ham shved, tamom emas. Agar bunday qilaylik bo'ldi, dangal gap gapiraylik. Mana shu mol. O'zbekjon ha. Ha, O'sha gapni to'g'ri. Menga juda ma'qul keladi-da. gapiring aka. Nurmuhammad aka nechtasini bitta gapirasiz aka. Bo'lsa yana sizga bo'lsin obunachilar. Uchalasini qo'yib bering. Uchalasini bitta qo'yamiz. Hop. O'zbekjon mollar badan arimas lekin ha. Uni albatta saqlanadi. Yo'q, akalar, bitta narsani aytayda, Nurmuhammad aka, ochiqni aytish kerak. Mollar oldinga nisbatan bo'ychan, zo'r. Badani ham o'rtacha holatda. Lekin bular akalar nisbatan ozg'iroqlik oyoq qo'lcha. Endi narxini ko'rasizlar, narxi ma'qul keladi hammasi. Narxida farqi bor. Mana molni ko'ringlar akalar. Endi olib beraymi, mana ko'ringlar. Nima deyapti deydi o'sha joyiga. Nima bu deydi-yu? Aka, bundayda bitta narsani tushunsin, obunachilar, qo'shoqda mol ko'rinmaydi. Olaveringlarda yechib uyingizga bunday borgandan keyin, ha" deysiz. Salaligroq ekan deysiz. U qo'shoqda mol ko'rinmaydi-da, bu bo'yin. Endi shu mol. Qisqaroq aytganda, maqtasak ham gap ko'p. O'zbekjon 3tasini 1.5 ga olishadi bo'yni. Aka, 3tasini 1.5 danmi? Ha. Gapiring narxini. Narxini gapiring aka bularda. Bizga narxini. O'zini gapiryapman, hammasini qo'shib gapiring. Hammasini qo'shib gapiring. Mana ikkitasi zo'r ekan lekin. Ikkitasiga gap so'z yo'q. Endi ikkitasiga nisbatan mana o'zi endi asli bu ham yaxshi. No, ikkitasi qandaydir men ko'zimga ham o'ta issiq ko'rinyapti. O'zbekjon bunday-da. Ha. Molim zo'r deb 11 million qo'ymayman. 11 million qo'ysangiz obunachilar 1 so'kishadi. million 500 million qo'ymayman. Endi yaxshi ketyapsiz, ha. Endi yaxshi ketyapsiz. Obunachilarni yaxshilab eshitib olsin bu gapda. Hop, yaxshi ketyapsiz. Keyin aka, butun gapiring shon bo'lyapti. 10 million 300 ming emas, 10 million 200 mingdan bo'ladi, uchalasi bir chek. Qalay bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Bo'ladimi? Yana gapirasizmi? O'zbekjon endi bo'lar endi. Ya gapiring. 10 milliondan bo'ldi, uchalasi bir bor. Babar aka. Aka, ana tushungan odamda Ilyusi bor lekin ikkalasi. Yo'q, aka bunday. Uchalasi bo'lsa bir Yo'q, plus minus bo'lmaydi. Mana. Aka, butun Yana bo'lsa qaydab sizga puli. 10 million. Baragasini bersa. Aka, bunday qilamiz. Uchalasini bir joyga odamga 10 milliondan kami bo'ladi. Beraman uchalasini olsin. Gap so'z yo'q. Ana shu gap butun bo'ldi. Akalar, bu degani 9 million qanchadir degani.
Xudo xolasa yog'i kelishlarga bog'liq. Endi insof sari baraka. Men boshida aytaman, akalar yengil qo'yinglar. Akalar yengil qo'yinglar narxni. Yengil qo'ying. Gapim shu bo'ladi. Endi bu yog'i Xudo xolasa bular ham tirikchilikka. Shu maqsad sotish degan odam yengil o'zi biladi telefonlasini. Mana bu oyoq qo'li uzun ishlik so'raganlarga mana. Janovar. Nima deyapti? Nurmuhammad aka bo'ldi endi aka, arqonni bo'sh qo'ying mol. Molni g'ash kelyapti arqonga, akalar mana ko'ring. Aytdim-ku, qo'shoqdan chiqsa mol ajrab qoladi. Mayda bo'llar. Aytlab beraman, hammanga mol sotilsin. Ha, mana aytlachilar ham tayyor turibdi. Aka mana ko'ring. Nima deyapti? Xudo xolasa. Ay jonivorda. Aka, molda charchov bormi? Molda charchov bormi? Mol qorillab borib, shu charchov chiqqandan keyin akalar dangillab ko'rinib qoladi. O'ybejon bo'yi 1.10 olishadi. 1.10 aytdim, shu o'zi ham balandga o'xshab turibdi. Bo'yi 1.10. Narxi ham 1.10 bo'lib ketmasin. O'zini 10 millionga berolmassin, bo'yi ketmasin. Ha. Yo, endi siz ham sal hali kimdir, hali olov yonsa kimdir suv sepib turish kerak deydi-yu. Eng kattasiga deb 10 million. Ha, yaxshi deyorsa bo'lmaydi-da. Aka, molingiz qiyshiq ekan, molingiz u ekan, bu ekan dedi bozorda. 38 bo'ldi bor ekan. Yay, o'xshatib gapiraman. 1.10 O'ybejon molimni bo'yi. Bo'ldi yana. Oyoq qo'lni ham uzadim, u obunachilarni ko'rsating. Qancha aka mashina oldi 5 million gapiringda, aka yana o'xshatib gapiring deymanmi? Iloji yo'qda tortishiladi. Bor, 97 100 so'm kami yo'q, bor aka. Baragasini bersan akalar. Apa bo'lmang, 15 million qo'ysangiz ham, u 5 million qo'ysangiz ham, aka deymiz. Nimaga savdolash kerak? Obunachilar tarafdan bo'lish kerak. To'g'ri tushuning aka. Xo'p, oxirida yana bitta buni nima deb qo'yamiz aka? Buni oqshvet deymiz. Oqshvet deymiz. Ustida palasalari bor akalar mana. Oqmol emas-a, qisqasi. Oqmol emas akalar. Mana shu molda badan bor ekan Nurmuhammad aka, mana bo'yin sohasini ko'ringlar. O'sha taram tushish boshladi. Mana ko'ringlar, eng qizig'i badallarini yumshoq variantda-yu. Mana aytdim-ku, salga bo'shaydi. Akalar xudo xolasa yemlaysizlarmi, dalaga sudiraysizlarmi, o'zgaruvchan variantda xudo xolasa. Mana ko'ringlar. Uy, sog'imlari akalar. Men ko'zimga ishona ko'rindimi? Necha ekan bo'yi? Bitta orqasidan ko'rib qo'yaylik. 1.4-1.5 ga yaqin ekan, 1.3. O, mana ko'ringlar akalar. 1.3 ga olaveringlar, mana ko'ringlar, molni. Ko'ryapsizlarmi? Hozirdan o'sha yelin solishni boshlagan mol. Sog'imlar uzunligini. Jonivar. Xudo xolasa qaysidir xonadonga baraka olib keladigan sigiri bo'ladi, xudo xolasa. Aka, bo'ylari 1.3, gapiring narxini. Keling. O'ylanmang, shom bo'lyapti. O'ylanmang aka. 9,5 bering mashina, yengil baraka bering oxirisini. Qancha? 9 million 500 ming so'm bering. Ha, kelishtirib gapiring. Butun gapiring, hoji bola, shom o'qigan ketishar shu bilan. Yana 200 ming tashlab berdim, bo'ldi mana. Baragasini bersin. Qancha bo'ldi endi shunda? 9 million 300 ming so'm. 9 million bo'ldi deysizmi? 9 million 300 ming so'm bo'ldi mana. Telefonini olib o'tib beraman. Ha, o'tadigan joyi bo'ladi. Akalar xudo xolasa. 9 million akalar, 9 million bosinglar. Ya bo'ldi, men aytib bo'ldim gapimni. Xudo xolasa aloqaga chiqinglar, mollar yomon emas. Bundan oldindagi partiyaga bemalol solishtirib olarsizlar. Nurmuhammad aka, obunachilarga gap bormi? Bor. Gapiring. Kelayotgan hammalarni katta hayitlayinglar. Ha, jon hisobisi. Akalar, Sog' o'ylaman. videorolik cho'zildi, lekin ketayotgan vaqtlarga rozi bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qurbonlikkacha imkoniyat bo'lsa olib qo'yinglar, undan keyin narxlamani o'zlaring bir ko'rib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aloqaga chiqib turib, Oybekizdan ko'ra aloqaga chiqyapmiz deyish esdan chiqmasin akalar.